Yaponiyada servis sohasi juda ham keng rivojlangan. Servis sohasi vakillariga ish tushadigan bo'lsa, albatta xaridorni juda ham maksimal darajada rozi qilib jo'natishga harakat qilishadi. Xuddi shunaqa bugun dam olish kuni bo'lganligi uchun bir magazinga tashrif buyurganim sizlar bilan bo'lishkim keldi. Magazin bevosita ishlab chiqarish bilan juda ham bog'liq magazin. Yaponiyada yurganlar buni juda yaxshi bilishadi. Workman degan magazin. Juda ham zo'r magazin. Ishlab chiqarish uchun nimalar kerak bo'lsa hamma narsani topsangiz bo'ladi bu yerda. Qo'lqoplarning turlaridan tortib ishlab chiqarishda ishlatiladigan kiyimlargacha. Yomg'irda, ko'chada ishlashda yomg'irlardan himoya qiladigan kiyimlar. Oyoq kiyimlar, anzengutsu deydi. Yaponiya ishlab chiqarish zavodlari juda ham ko'p ishlatiladi bu narsa, ya'ni xavfsizlik uchun. Bu magazinda menga bitta yoqqan tomoni, kirganingizdan keyin ishlab chiqarish uchun nima kerak bo'lsa hammasini topishingiz. Bu beltlar, xavfsizlik kamarlari, maskalar, kaska, hammasi. Narxi ham unaqa kam qimmat emas. Ko'zoynaklar svarka uchun ishlatiladigan. Kaizen kitobida Imai Masaki. Kaizen kitobidagi Imai Masaki bitta zo'r joyi bor. Hali Gembada ishlaydigan ishchi bo'yniga sochiq taqib yursa, u sochiqni obro' sifatida qabul qiladi deb aytadi. Hatto nosgilargacha osib qo'yishibdi. Sochiq taqib yurish oddiy Gemba xodimi uchun bu faxr tuyg'usini beradi. Men ham xuddi shunaqa sochiq taqib yurganimda faxrlanar edim deb aytardi. Bu yerda shunaqa sochiqlarda turi ham bor. Juda ham zo'r magazin. Formalari ham juda sifatli. Albatta uniforma ishlab chiqarishda ishxonani o'zi ham taqdim etadi. Undan tashqari o'zingizga ma'qul kelgan ko'proq buni yo'lda ishlaydiganlar, tashqarida ishlaydiganlar, qurilishda ishlaydiganlar juda ham ko'p ishlatadi. Qurilish kompaniyalari desanglar unchalik formalar bilan ta'minlashmaydi. Ko'pchilik o'sha qurilish injenerlari, quruvchilar o'zlari forma olishga majburlar. Menga shu Masaki Imai'ni sochig'idan kerak edi. Sochiq topolmayapti. Yozgi kunlarda bularda namlik yuqori bo'lganligi uchun odam ko'p terlaydi. Odam ko'p terlaganida anaqa bo'yniga sochiq osib yuradi, mana. Tretkasi va linjaga qo'yishgan ekan. Bir ajoyib sochiqlar. Bo'yinga osib yurasiz. Ammo terni yo'qotib, teringizni shimib oladigan sochiqlar. Kamarlar, ajoyib kamarlar chiqibdi. Workman o'zini kataloglargacha ega. Sovuqda ishlaydiganlar uchun. Narsani to'g'ri magazinlarda topish qiyin, nachosli. Spetsializirованный magazin bo'lganligi uchun ko'p narsasi faqat shu ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan kiyimlar. Uchiplitellari bilan birgalikda. Ichkarida qarasanglar. Juda ham chiroyli. Juda ham zo'r magazin. Albatta bu narsani O'zbekistonda ham tashkil qilish kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda ham ancha spetsializirованный magazinlar bor, spetsodежда sotadigan, maxsus kiyimlar sotadigan magazinlar bor. Lekin bitta kirganingizda shu magazindan
hamma narsani yig'ishtirib olib chiqib ketadigan holatga olib kelsangiz, bu juda ham zo'r. Ularni narxlarini tushirishibdi. Price down. Ko'proq qishdagi kiyimlar отдельно, yozdagi kiyimlar отдельно. Ya'ni qishdagi kiyimlar yozga o'tganda narxlarini tushirishadi. Yoz kiyimlarini qishga o'tganda narxlarini tushirishadi. Sotib olish kerak, baribir ortiqcha pul ishlab turmasdan. Bu juda ham zo'r. Sarari Magic. Brend emas, lekin juda ham zo'r magazin.